Assalomu alaykum, Yakov House obunachilar. Yo'lning ustidan dim ko'p so'raydingizlar, sizlarga yo'lning ustidan topdim yana. Vokzal yandamiz. Shu yerda yo'lning ustida bir xonali kvartira chiqdi. Kvadrati ullu, lekin qaranglar, bu eldan ham polni chiqib do'kon aytib bersangizlar ham bo'ladi. Bu tarafimiz yana temir yo'l banlisa, iberimiz yana vatanparvar, shuni dik yanında yo'lning ustida. Agarlar bir xonali kvartira, kvadrati ullu xilisi buni. Yana yonboshlaridan bor, bellardan chiqib solib bersangizlar bo'ladi. Yo'lning ustida. Bu yerimiz yine aşxona aytib qo'yibdilar kelaverishni. Bu yerda yana yuvinish Yaqinlar bu yerimiz zal yana katta tushgan zal. Bu yerimiz spalni. Asosiysi ikki aynam ko'chaga qaragan. Yo'lning birinchi liniyasida narxi o'ta darajada shokolad primoy egadan pastdan narxini yozib qoldiraman, bemalol murojaat qilaverasizlar.